Yaxshi Shinarray T3 modelini ko'rsataman. 2023-yil 24-yil salondan chiqishgan ekan. Holati juda ham zo'r. Bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Restyling varianti. Ularda plastmassalari bor, balonlarning ham holati zo'r. Qarab minishgan ekan. Holati juda ham zo'r. Mana qaranglar, bu joylarning qirilmasligi uchun chiroyli qilib karbondan laminatsiyalar qilib qo'yishgan. Ana shuni olsanglar, teglari ham yengidek holat turibdi. Shipkalarigacha, sidenlarigacha priятный holatda. Holati zo'r mashinani olib haydashga tayyor. Registratorlargacha bor, magic carpetlargacha bor, 45 ming kilometr yurgan kondisionerlargacha cho'tki ishlab turgan ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Dokumentlari ham hammasi joy-joyida ekan. Balonlargacha holati zo'r, o'zi ramalari ham hamma yog'i tiniq holatda, top-toza holatda turibdi. Podnoshkalargacha turibdi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Qaranglar. Panellar qilib qo'yishgan, itlarga svetlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mashina ishqilib tiniq, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 12300 ga beraveramiz, bosib olinglar.